Manzil uchun qisqa video. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Hozir biz Qirg'izistonda Olabuqa rayoni Olabuqa soy degan joyda turibmiz. Mana bu tarafda Olabuqa sharjarasi bor, Olabuqa sharqiratmasi deydi. Hozir men sizlarni ana shu yo'limdagi Ertaknamo o'rmon bilan tanishtiraman. Bu videomizda musiqa qo'ygim kelmadi. Sizlarga mana shu jarayonlarda, atrofda va mana shu joyga chiqib piknik qilayotganimizni sizlarga tabiiy holatda ko'rsatay deb syomka qilyapman. Mana archalarni qaranglar. Buni adashmasam qarag'ay deydi. Qrim qarag'ay deydi. Qrimskiy sosna, Krimskiy sosna deydimi? Xo'sh. Ham landshafti, ham atrofdagi mana bu archalar, yengil yoqib turgan qor va mana bunaqa buloqlar odamni miyasiga dam beradi. Ajoyib. Hozir o'rmon qalinlashib boradi. O'rmon qalinlashib boradi. Shuni bitta ko'rsatib boraman. Mana bu soyning nomi Olabuqa soy deyiladi. Qor qalinligi bir 15 sm atrofida. 15 sm atrofida. Bu yog'i mana qalin o'rmon boshlangan. Yoshligimizda kino bo'lardi-yu. Alyonushkani o'rmonga adashtirib ketadigan. Ana shu o'rmonda shunday kiraverish joyidamiz. Ozgina qo'lim qaltirashi mumkin chunki mana sheriklarimiz mana haqiqiy ayiq deydimi? Tog' ayig'i. Bu yerda ayiq bor, bu o'rmonlarda ayiq bor. Kiyik bor, bo'ri, tulki, to'ng'iz bor. Ko'zimiz bilan ko'rganimiz, keyin qo'tos degani bo'ladi bilsanglar, yak deydi. Bizonni qarindoshi. Shular ham o'tlab yuradi. Mana Ertaknamo o'rmonga kirib kelyapmiz. Qaranglar. Bu hozir otni izi, yonimizdan ot o'tib ketdi-yu, ovchilarniki. Yoki otni izi yoki ana qo'tos deydi-yu, hayvon. O'shani izi. Mana sizlarga haqiqiy o'rmon, haqiqiy manzara. Ajoyib. Endi ozgina shu atrof o'zini tovushi bilan ketadi zapis. Xafa bo'ladigan holat bo'lmadi. O'rmon. Tegizmasdan olibdim aka. Spitsani o'ylangan. O'ya kadr chiqishi kerak. Beraylik, qora hammamiz. Ha? Nerede? Telefonda oldu. Hammamiz qo'rotdi o'zani bilan qo'yib. Yo'q. Biz kameraga o'tib qo'yamiz. Xo'sh. Mana bu joyda yana bitta soy bor. Soy juda ham ajoyib. Bu tarafda ham o'rmon bor. Bu tarafda esa haqiqiy biz hozir o'tadigan o'rmon. Mana haqiqiy o'rmon mana.
Mana bu joydan o'tishda o'talasizlarmi? Mana bunaqa joytilari borda. Haqiqiy qishni his qilasizlar bu joyda. Endi narigi tarafga o'tamiz. Men sizlarga o'rmonni ichidan ham ko'rsatay. Mana haqiqiy o'rmon, haqiqiy qor, haqiqiy manzara. Oyoqdan o'tib ketmadimi? Yo'q, yaxshi. Yo'q, zo'r qova. To'xtatgan bo'lsanglar aytinglar. Oyoq zo'r, hammasi zo'r. Vohay! Bunda yursak ham bo'ladi. Mana dedi ko'prik. Ha, bunda o'tsak ham bo'ladi. Aylanib o'tsak ham. Faqat oradagi yo'l, qor, archa. Bu tarafga yaqin o'rtada bizdan boshqa hech kim kelmasa kerak. Chunki ko'pchilikka tabiat qiziq bo'lgani bilan mashaqqatidan qo'rqib kelmaydi. No turgan narsa odammi? Yo, bo'rimi? Ha? Zaynabulla, bizni qayerga boshladingiz? Mazga tepada tekis yo'l bor edi. Neto yo'ldan bir yurib ko'rardim-da. Sarguzasht bo'lsin deb. Sarguzasht ko'rardim. Orqadagi manzarani qaranglar. Bor. Bunaqasi ertakda bo'ladi xolos. Ha. Ertak. Haqiqiy ertakda yuribmiz. Qirg'iziston Respublikasi Jalolobod oblasti, Olabuqa rayoni, Olabuqa o'rmon xo'jaligida yuribmiz. Atrofdagi manzarani tomosha qilsanglar bo'ladi. Bu yerga yozda kelganmiz. Yozda Aqboltirxon ko'li bor. Bu tarafda mana bu tog' tepasida o'sha ko'lni ko'rsatganmiz. Mazgi kamera sal qoldi. Qo'lim muzladi. Zaynabullo, nima qildingiz? Qorni tepuvdi. Qor tushdi hamma joyga. Ko'prikdan o'tyapmiz. Faqat ehtiyot bo'lmasak bo'lmaydi. Baqirib qo'ying, ayiq yaqin atrofda yurgan bo'lsa ketadi. Mana. Men mana bolalarga o'rmonga olib kiraman deb va'da qilib qo'ygandim. Yolg'on bo'lmasin-a. To'g'rimi? Mazza. Bunaqa atmosfera hech qayerda yo'q lekin. Hech qayerda demak-ku. Yaqin atrofda ko'rmadim-da. Shunaqa desa ham bo'ladi. Shvetsariyada bor, Qozog'istonda bor, Rossiyada bor. Namanganga yaqin joy, Qirg'izistonda bor xolos. Namangangizda bunaqa joy Yo'q. Mana bu yerdan nimadir hayvon yuribdi, ili ot yurganmi? Ana haqiqiy o'rmon. O'rmonning ichiga kirib kelyapmiz. Qirim qarag'ay deydim buni. Nomini. Mana o'rmonga kirgandan keyin qor ko'proq daraxt ustida qolganiga yog'ish sal pastlashdi.
atrofdagi manzarani qaranglar. Orqada. Kelishdi. Ohat! Opodletim. Hamma Zo'r, ichidagi g'uborlarni chiqaryapti. Odamimiz emasmi? Qo'lim to'qat qo'lim. Ha? Biz sen bilan qondoshimiz, men va sen deb Mavgli jilo bo'ladi-ku. Biz ham tog' manaqaga oldi mana endi. Biz sen bilan qondoshmiz dedimi? Da. Mokum borja qoldi. Yo'qmi? Bu baqirayotganimizga e'tibor bermanglar. Xo'sh, bunaqa yovvoyi tabiat qo'ynida yurganda o'zingizdan ovoz chiqarib yurishingiz kerak. Chunki ayiq, bo'ri shunga o'xshagan hayvonlar ozgina bo'lsa ham sergak tortadi и uzoqroqqa ketadi degan maqsadda shunaqa baqiriladi. Mana archalarga qaranglar. Ajoyib. Havo ochilishni boshladi. Orqaga qaytyapmiz. Havo ochilishni boshladi. Lekin mayda qor yog'ib turibdi. Manzarani qarayapsizlar. Buni faqat imkon boricha ko'z bilan ko'rgani kelish kerak. Kamera baribir atrofdagi manzarani yetkazib bera olmaydi. Imkon boricha o'zingiz kelib ko'rganingiz yaxshi. Qirim qarag'ayi shu dengiz sathidan uncha baland bo'lmagan tog'larda ichroq qismida, ya'ni tog' boshlanadigan qismida emas yoki dengiz sathi yuqori bo'lgan joyda emas, aynan namlik yaxshi bo'ladigan, ko'p yog'ingarchilik bo'ladigan joyda o'sadigan daraxt. Shuning uchun ham biz tog'lar ko'p joyda quruq-ku, ko'p joyga borsalar quruq tog'lar. Shuning uchun bunaqa o'rmonni topish qiyinroq, lekin shunaqa joylar ham bor. Surxondaryo, Qashqadaryolarda barchalik o'rmonlar bor. Toshkent viloyatida bor. Namanganning ma'lum qismlarida bor. Aynan tog'dagi o'rmonlar. Lekin baribir Qirg'izistonda hudud 94% tog'dan iborat bo'lganligi uchun mana bunaqa archali, o'rmonli tog'lar juda ham ko'p. Mana bugun bittasiga biz kelib tomosha qilib, sizlarga ham ilinib yetkazishga harakat qilib qaytyapmiz. Hammani kayfiyati chog' kelgan do'stlarimiz, yaqinlarimiz. Anchadan beri bunaqa qor ko'rganimiz yo'q edik. Bunaqa o'rmonni ko'ramiz deb o'ylamagandik deyishyapti. Sayohat qiling, salomat bo'lasiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha bu qisqa bir sizlarga ilinadigan video bo'lgan edi. Yetkazib qo'yadigandim. Sog' bo'linglar.